Assalomu alaykum. Harmanglar yaxshi yuribmisizlar. Open budjetda ovoz berasizmi deb kodlarni olib, adlaringizga Turkmanistondan, chet eldan odam chaqirib turibdikanlar. Meni hozir rayon 02 ga chaqiribdilar. Qarasam, men open budjetda ovoz berilganmi, jatilgan. Meni adimdan Turkmanistondan 5 odam chaqirilibdi. Kim ular, nechunga atir hech kim bilmaydi. Hozir ichki ishlar e'tiborli bo'lganlarsa yine atkazatik natib qoldik. Endi shularni hozir kim kod yerdi, kim meni adimdan chaqirdi, xudo xolasa 3-4 kunda bilamiz dedilar. Aytchaqim e'tiborli bo'linglar. Open budjet unimini narsalarga kod umuman bermanglar. Hech nima kodni umuman. Assalomu alaykum. Harmanglar yaxshi yuribmisizlar. Open budjetda ovoz berasizmi deb kodlarni olib, adlaringizga Turkmanistondan, chet eldan odam chaqirib turibdikanlar. Meni hozir rayon 02 ga chaqiribdilar. Qarasam, men open budjetda ovoz berilganmi, jatilgan. Meni adimdan Turkmanistondan 5 odam chaqirilibdi. Kim ular, nechunga atir hech kim bilmaydi. Hozir ichki ishlar e'tiborli bo'lganlarsa yine atkazatik natib qoldik. Endi shularni hozir kim kod yerdi, kim meni adimdan chaqirdi, xudo xolasa 3-4 kunda bilamiz dedilar. Aytchaqim e'tiborli bo'linglar. Open budjet unimini narsalarga kod umuman bermanglar. Hech nima kodni umuman. Assalomu alaykum. Harmanglar yaxshi yuribmisizlar. Open budjetda ovoz berasizmi deb kodlarni olib, adlaringizga Turkmanistondan, chet eldan odam chaqirib turibdikanlar. Meni hozir rayon 02 ga chaqiribdilar. Qarasam, men open budjetda ovoz berilganmi, jatilgan. Meni adimdan Turkmanistondan 5 odam chaqirilibdi. Kim ular, nechunga atir hech kim bilmaydi. Hozir ichki ishlar e'tiborli bo'lganlarsa yine atkazatik natib qoldik. Endi shularni hozir kim kod yerdi, kim meni adimdan chaqirdi, xudo xolasa 3-4 kunda bilamiz dedilar. Aytchaqim e'tiborli bo'linglar. Open budjet unimini narsalarga kod umuman bermanglar. Hech nima kodni umuman. Assalomu alaykum. Harmanglar yaxshi yuribmisizlar. Open budjetda ovoz berasizmi deb kodlarni olib, adlaringizga Turkmanistondan, chet eldan odam chaqirib turibdikanlar. Meni hozir rayon 02 ga chaqiribdilar. Qarasam, men open budjetda ovoz berilganmi, jatilgan. Meni adimdan Turkmanistondan 5 odam chaqirilibdi. Kim ular, nechunga atir hech kim bilmaydi. Hozir ichki ishlar e'tiborli bo'lganlarsa yine atkazatik natib qoldik. Endi shularni hozir kim kod yerdi, kim meni adimdan chaqirdi, xudo xolasa 3-4 kunda bilamiz dedilar. Aytchaqim e'tiborli bo'linglar. Open budjet unimini narsalarga kod umuman bermanglar. Hech nima kodni umuman.